Sun'iy intellekt o'z xohish istaklariga ega ongli mavjudotga aylanib, nazoratdan chiqib ketishi mumkin. Bu qo'lingizdagi notebookni xavfli deyish bilan barobar. Biz shunchaki vosita emas, mustaqil ravishda qaror qabul qilishga qodir mashinalar yaratish yo'lidan yuryapmiz. Va bu yaxshi emas. Sun'iy intellektni yaratish qo'limizdan kelyapti degani, uni rostdan ham tushunamiz degani emas. I become probably in the last 3 to 6 months. Oxirgi 3-6 oy ichida deyarli hamma vazifalar bo'yicha deyarli hamma odamlardan yaxshiroq sun'iy intellekt tizimlari paydo bo'la boshlayotganiga ishonch hosil qildim. Hali to'liq amin bo'lmasam-da, ko'rganlarimga asoslanib sun'iy intellekt, matematika, dasturlash va biologiya kabi sohalarda PhD talabalari darajasida yaxshi natijalar ko'rsata boshlaganini aytishim mumkin. Menimcha 2026-2027 yilga kelib deyarli barcha sohalarni deyarli barcha insonlardan yaxshiroq biladigan sun'iy intellekt tizimlariga ega bo'lamiz. Better than almost all humans at almost all things. I tend to view AI as a tool, and I think it's wonderful to get to AGI because then all of you Men sun'iy intellektni bir vosita sifatida ko'raman. Universal sun'iy intellektga ega bo'lish yaxshi, chunki qo'l ostingizda go'yoki stajyorlar armiyasi bo'ladi. Ular juda aqlli. Siz xohlagan har qanday ishni bajarishga qodir, istalgan topshiriqni bajarishga aqli yetadi. Shuning uchun menimcha bunday agentlar odamlarga xizmat qilishini ta'minlash nihoyatda qiziq bo'ladi. Aytgancha, intellekt bugungi dunyoda eng qimmat narsalardan biri. Shu sababli shifokor qabuli yoki repetitor yollash ancha qimmatga tushadi. Lekin agar intellektni arzonlashtirib, uni hammaga bersak, ko'plab insonlarning imkoniyatlarini kengaytirgan bo'lamiz. and give it to everyone, I think we will have a wonderful tool to empower a lot of people. A way we're not used to thinking about things is what if we have Agar millionlab nusxada har jihatdan insonlardan ustun agentlarimiz bo'lsa, men buni data markazi ichiga joylashtirilgan daholar o'lkasiga qiyoslagan bo'lardim. Imkoniyatlar chegarasi haqida gapirsak, biz bu bilan dunyodagi hamma muammolarni bir zumda hal qilamizmi? Menimcha yo'q. Masalan, o'zi yuradigan avtomobillar murakkab masala. Shuning uchun sun'iy idrokning imkoniyatlari fizik olamning xususiyatlari va qonunlar bilan cheklanadi. Farmatsevtika sohasini misol qilsak, klinik sinovlarni baribir o'zimiz o'tkazishimizga to'g'ri keladi. Axir fizika va biologiyadagi qonuniyatlar bilan hisoblashimiz kerak. Sun'iy intellekt esa bizga klinik sinovlarni anchagina tezlashtirish imkonini beradi. Taxminimcha, agar sun'iy intellekt imkoniyatlaridan to'g'ri foydalansak, biologiya kabi sohalarda 5-10 yil ichida 100 yillik taraqqiyotga erishishimiz mumkin. My guess is that we can make 100 years of progress in areas like biology in 5 or 10 years if we really get this AI stuff right. I think it sounds a lot like talk about your laptop computer being dangerous. Bu qo'lingizdagi notebookni xavfli deyish bilan barobar. Albatta, notebookingiz xavfli bo'lishi mumkin, chunki kimdir undan nojo'ya maqsadlarda foydalanish ehtimoli bor. Xuddi shunday, kimdir sun'iy intellektdan ham nomaqbul ishlarda foydalanishi mumkin. Ularni to'xtatish uchun esa qonunlar qabul qilishimiz kerak. Bu mening shaxsiy fikrim, lekin hamma ham bunday fikrda emas. Sun'iy intellekt o'z xohish istaklariga ega ongli mavjudotga aylanib, nazoratdan chiqib ketishi mumkin degan qarashlar ham bor. Tajribamdan kelib chiqib aytsam, biz yaratgan sun'iy intellekt ba'zida noto'g'ri ishlar ham qiladi. Men esa buni to'xtatish uchun uni shunchaki qayta dasturlab qo'yaman. Bu dasturlashim ham uni to'liq nazorat qila olmaydi. Muhimi, sun'iy intellektni boshqarish qobiliyatimiz yildan yilga yaxshilanyapti. But every year, our ability to control AI is improving. Indeed, we are on a path where we're going to build machines that are more than two. Haqiqatan ham biz shunchaki vosita emas, mustaqil ravishda qaror qabul qilishga qodir mashinalar yaratish yo'lidan yuryapmiz. Va bu yaxshi emas. Hozirgi kunda ilm-fan hatto inson aqli darajasidagi mashinalarni qanday nazorat qilishni bilmaydi. Bizdan aqlliroq mashinalar haqida esa gapirmasa ham bo'ladi. Buni hech kim bilmaydi. Sun'iy intellektning hozirgi bosqichdagi xatti-harakatlarida biz guvoh bo'layotgan narsa shuki, u ham xuddi odamlarga o'xshab har xil vazikalarni topa olyapti. Kelajakda ular yanada aqlliroq bo'lganda, bu holat yomonlashishi mumkin. Aytaylik, siz ham ko'p pul topish, ham qonunlarga rioya qilish degan bir-biriga zid maqsad qarshisida bo'lsangiz, axloqiy normalarni boshqacha talqin qilish yo'lini topasiz. Sun'iy intellekt bilan ham xuddi shu holat yuz beryapti. Menimcha bu fundamental muammo. Biz demokratik jarayon orqali sun'iy intellektdan nimani kutayotganimizga aniqlik kiritib olishimiz lozim. We need like democratic process to try to clarify what we want from AI. We
need more investment on scientific understanding about Gen AI. Universal sun'iy intellektni tadqiq qilishga ko'proq investitsiyalar kiritishimiz zarur. Sun'iy intellektni yaratish qo'limizdan kelyapti degani uni rostdan ham tushunamiz degani emas. Hali bu borada aniqlashtirish kerak bo'lgan narsalar ko'p. Shaxsan men bu jarayonning markazida bo'lsam ham, unga qiziqsam ham, sun'iy intellekt taraqqiyoti sekinroq bo'lishini xohlardim. Lekin bunday bo'lmaydi. Aksincha jarayon yanada tezlashadi. Shunday ekan, nima qilsak bo'ladi? Menimcha sun'iy intellektni shunchaki uning o'zi uchun takomillashtirish o'rniga undan insonlar hayotini yaxshilash maqsadida foydalanishga ko'proq e'tibor qaratishimiz lozim. Men bu bilan insoniyat oldida turgan eng murakkab savollarga javob topishga intilishni nazarda tutyapman. Masalan, tabiiy ofatlar, o'rmon yong'inlari kabi hodisalarni qanday boshqarish mumkin? Ularni qandaydir tarzda modellashtirish yoki oldindan aytib berishning imkoni bormi? Sun'iy intellektni shunchaki takomillashtirish o'rniga unga insoniy qadriyatlar va me'yorlarni o'rgatishga ko'proq e'tibor qarata olamizmi? Instead of just optimizing for benchmarks,